Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul encasi ve tethiriha. Bu paskın nersininki hükümleri ve onu pakizleşninki babı bu dedim. Biz yine El-İhtiyar li Ta'lil Muhtar degan kitapta o'qiyapmiz. Meni oldingi darsimizda mana ayol kishi odat ko'z qandoq bo'ladi, qancha kun ko'rdi. Undan keyin istiaza, undan keyin ma'zur kishi mana u qandoq bo'ladi. Tarixni qandoq bo'ladi, undan keyin ayol kishi tuqqandan keyin u qandoq ish bo'ladi. Bular qaysi ishni qilsa bo'ladi, qaysi ishni qilsa bo'lmaydi deganlikning ustida mana yuqorida biz uning ustida to'xtaldik. Hozir endi necis, paskına şey ile qancha xil bo'ladi. Yani necis degan, yani ko'zimiz ko'rinadigan, yani ma'naviy emas, yani shu amaliyotda bo'lgan bir paskın narsa bor. Mana bu paskın narsa qancha xil bo'ladi? Hammasi paskına biroqla mana uni pokizlash kerakmi? Yoki o qancha xil bo'linadi? Undan keyin bu pakiz narsaniki o'zini, bu paskın narsani pakizlash. Bunu pakizlash qandoq? Yani o pakizlashning hukmi qandoq? Qandoq qilib pakizlaymiz? Mana bunun ustida bo'ladi. İslam dinimiz yani 1400 yillik oldidan bir narsaniki paskın ekanligini, qandoq bo'lganligini, uni pakizlashniki o'zini mana diniy tarafdan majburiyat ekanligini allaqachon 13 yo'lqchi qo'yib qo'ygan. Bu İslam dinimizdeki mana bir medeniyet. Bu insaniyetke ekelgen, mana bu hazırki medeniyelişip, mana insan kalbiga tushgan holatga akilishda, mana İslam dinimiz alayda rolchu ko'rsatgan. Mana shu kitob tarixni o'qisak, mana bu qandoq qilsak pokiz bo'lamiz. Mana qandoq qilsak, mana paskun bo'lamiz. Qandoq qilsak qanaqasi paskun bo'ladi. Deganidek, mushu narsaniki hammasi insonniki kundalik bo'lgan turmushidagi narsa. Mana buni anlamoqcan men İslam dinimiz buruncha o'tirib qo'ygan. Ondan keyin bizga nisbatan mana bu hozir endi namoz o'qish uchun tahorat oldigan bo'lgandan keyin tahorat elishda undan keyin shu tahorat og'uvchiniki kiyimi pokiz bo'lishi kerak, badani pokiz bo'lishi kerak. Ondan keyin bu odamniki uyda, hozirgi davrniki o'zida, masalan uyda, shaharda turib o'chaning o'zida kiyimlarga binoan yuqib unib qolsa, yup o'chaning o'zida pokizlab o'char kiyimiz. Ama hozirgi o'qiyotgani masalan bir yer beribdi. O odamniki tartib ekan. Masalan o odamnikiga kiyimiga masalan bir tezak yoki suyduk yoki ushariqlarniki mayig'i yoki mushu go'sht yildigan yoki yilmaygan hayvonniki mayig'i yuqib ketdi. Yuqib qolgan vaqtdagi o'zida mana qandoq qilamiz? Ana u paskira kiyim. Chunki öğretni yeb namoz o'qimak nima o farz. Kiyimsiz namoz o'qilishi bo'lmaydi. Ama mushunda bir ahvol yuz bersa, buni qandoq qilamiz? Mana mushning ustida nima qilamiz hozir to'xtalamiz. Endi bir narsaki paskira bu yilqi pokiz ekanligida İslam dinimizdagi o'ttirib qo'ygan diniy tarafdan bo'lgan nima o paskillik. Endi bu örf adette mesela paskın deb qaraladigan narsa var. Mesela bir adam kirib ketdi. Kim kirib ketdi? Bunu paskını deydi o, vay kirib ketdi der. Ama dinimizde onu paskın desimi, lekin onunla namaz o'qilib bo'ladi yani. Bu örf adet paskını degan bilan o başka gap. Endi anda o'g'andek deydi, en najosatu g'alizatun va xafifatun. Yani paskın narsa, yani şu ko'rinadigan, tutqul bo'lgan, yani jism bor. Muşundaq paskın narsa ikki xil bo'ladi. Birisi ig'ir paskın narsa, yin birisi yengil. Ikki xilcha bo'ladi deydi. Buni oldinlar buni o'qishimiz kerak. Yani dunyodagi mush paskın narsaning o'zi, mayli ushariq yoki hayvonotlar bo'lsin, yo insonniki bedenidan chiqqan narsa bo'lsin, hamma narsa orqa vaqt o'zida bu paskına ikki xil. Birisi yengil, yin birisi ig'ir. Men ikki xilcha bo'ladi deydi. Anda o'g'andan keyin yani bunu neyim için arayımız? Çünkü bu paskın narsa bir adamın kiyimiga ya bedeniga tegib qalsa, o canın üzerinde bunu
qandaq olsa namoz o'qisak bo'ladi, qandaq bo'lgancha namoz o'qimasaqchi, o'qishchi bo'lmaydi, buni o'qimiz endi. Bu masala shu bu. Unda o'g'an ekan deydi, mana ig'ir o'g'an nijosatniki ichidan namoz o'qishga bo'lmaydigan. Mana ish bu qandaq bo'ladi desa, masalan nijosat ikki. Birisi ig'ir, birisi nima? Yengil. Endi bu ig'ir nijosatni bu o'zi ikki xil bo'ladi. Birisi qattiq bo'ladi, birisi nima? Suyuq bo'lgan bo'ladi. Unda o'g'andikin bu nijosat, ya'ni ig'ir nijosatning ichidan namoz o'qishga bo'lmaydigan bir odam kimiga mesela yuqib qolsa, qat'iy namoz o'qishga bo'lmaydigan bunda holat qanday bo'lish kerak? Mana shu yuqqan nijosati g'alizi degan ig'ir nijosatniki o'zi bir odamning kimiga mana tegibdi, tekka vaqt o'zida uniki maydonini, ya'ni yuzini o'lchaymiz. Yuzi mushu burunqi davriniki mesela nima var? Kumush pul var. Yani dumbalaq kumush pul. Kumush pulg'ichilik, kumush pulniki o'rnichilik yerga bir kiyimga yuqib ketdi. Shuni da jiqaroq. Shuni da jiqaroq yuqib qolgan bo'lsa, nijosati g'aliz, ya'ni ig'ir nijosat. Mana u chaqniki o'zida bu nima ekan? U chaqning o'zida bu nijosat suyuq ekan. Shu suyuq nijosatning, ya'ni ig'ir nijosatning suyug'i yana dirhamniki olgan maydonidikin, ya'ni o'rniki sal jiqaroq ashulaq bo'lgan bo'lsa, u chaqning o'zida bundoq nijosatda kim? Mana u kimdan namoz o'qish nima, u durustchi emas. Uni to'sidi. Uni nima qilish kerak? Uni sevetib anadagi namozchi o'qiymiz endi. O ayrim keladi kitob nimada. Uni da o'qimaymiz. Ya mushunda namoz o'qib ketdi, o'qib qolsa, u odamniki masalan nijosat g'alizi degan suydik, aroq degan narsa bor. Men mushu narsaniki o'zi bu bir shu diyelik kumush pulniki ash miqdorida bir yerga yuqqan holatda bu odam qarab baqsa namoz o'qib bo'lgandan keyin nima bo'pti? O'qibdi. O'qigan bo'lsa, unda o'chan o'zida namozni qayta ioda qilishchi yo'q. Namoz nima bo'ladi o'chan o'zida? O durustchi bo'ladi. Ya'ni bir dirhamdan sal ozroq bo'lsa, ammo bir dirhamdan jiqaroq bo'lib kelsa, u narsa namozni qayta ioda qilmasaqchi bo'lmaydi, u kim o'qib qolsak bu. Agar shu ig'ir nijosatniki o'zi, ya'ni ig'ir nijosatniki o'zi agar quyuq bo'lsa, ya'ni quyuq bo'lsa-ki, ya'ni xemidak, mana mushundaq bir nijosat bo'lib qolgan bo'lsa, u chaqniki o'zida buniki mana shu dirham miqdorichilik, uning ig'irligi dirhamniki ash miqdorichilik ash narsa ushqib qolsa, u chaqning o'zida quyuq, bundaq nijosat bo'lib qolibdi. U chaqning o'zida biz u jiqib qolgan bo'lsa, unida namoz o'qishchi bo'lmaydi. Namoz o'qishni nima qiladi? To'sidi. Ammo bir dirhamniki ig'irchilik, bir dirham qancha keladi? Mesela 100 grammi, 200 grammi, 50 grammi yoki 10 grammi biz uqmaymiz. Anda o'g'andan keyin shuningdan ozroqroq bo'lib qolsa, o'shada namoz o'qib ketdik keyin bilan uni qayta ioda qilmasakmi bo'ladi. Agar boshqa bir yerda suv yo'q yerda ashundoq yuqib ketdi ekan, o'shaningizda u keyin bilan namoz o'qisak, namoz nima u maqbul. Ammo urf-odatda bu paskana, urf-odatda biz uni paskana u kim deymiz yumsaq bo'lmaydi. Ammo diniy tarafdan bu yerda namoz o'qimayman durish deyishga nima yo'q? Özürçü, sebepçi bo'lmaydi endi. Buna deydi endi. Endi mana ig'ir nijosat bu ikki xil bo'lgan bo'ldi. Birisi suyuq, birisi nima? Quyuq. Unda o'g'andan keyin bu ig'ir nijosat paskı narsaniki kiyimga yuqqan vaqtning o'zida uni o'lcham. Shu suyuq bo'lib qolsa, o'changizda bir dirham maydon, mana olgan maydonning o'zi bir dirhamdan ziyod bo'lib qolsa, namoz emas, tursa emas. Quyuq bo'lib qolgan bo'lsa, masalan, unda, masalan, ximida, masalan, gandada, mana u chaqning o'zida uningki ig'irligi bir dirhamdan ziyod bo'lib qolgan bo'lsa, unda o'lchab bekitib bo'ladi. U chaqning o'zida nima qilolmaydi? Uni namozchi o'qolmaydi. Mana buni tushunib bildik. Endi ikkinchisi nijosati nimati xafifa, ya'ni yengil nijosat. Yengil nijosat u chaqingizda namoz o'qishni to'sadigan meni narsa qolgan. Nijosat, ya'ni xafifniki o'zi namoz o'qishdan to'sadigan bu narsaniki o'zi shu nijosati xafifa, yengil nijosat degan bu nijosat bir kiyimninki 4dan 1dan nima qilish kerak? Yetish kerak. Ya'ni bir kiyimga, masalan, qo'l bir kiyim, ma bir kiyim, ma oldidagi ma ön bu kiyim, dumba bir kiyim bo'ladi, ma ishtaning bir put bir kiyim,
ma yin bir puchu, bir kiyim boludu. Mene bizning şer'i şu. Ama kimse hemiz ma bir kiyim emas. Ma bir kiyim boludu. Muşu kiyimniki tötten birge, mesela töt bağ çıkıptık mı? Töt bağ çıksak, uçağımızda ma jukkan derse kiyimniki tötten birge juktu. Yani şu yengil. Nime? Yengil paskın derse. Yengil paskın derse nimeti güçlü hayvan. İşte bu güçlü hayvanlıki süydük biraz gerekli. İşte o kasa uçağınki üzere bunu da namaz okulup bulmaydı. Ama tötten birden azırgarak bu kasa jukkan derse mesela töt bağ çıksak, mesela manısal tötten bir meye geldikken onunki onu az meye gel ki bunda jukmuş takıp gitipti. Onu da çoğun namaz okusak oldu. Bunu iverdi namaz okup olsak, okup olgandıkken aşk karapasam işte o jukup etmek işten bir yege. Uçağının yüzüde o namazı kaydı iade kılmışsak mı çoğu buludu. Yine bir zaman edikken bir yege öğrettik. Uçağının yüzüde müştak paskın öp gitipti. Hazır hem de maşınlar mağda olup gittik. Ayrıpılan bulan olup gittik. O zamanlık yüzüde nim bilen mağda, at bilen, işek bilen, tög bilen, müştak mağdagan gap, yoldu degen bunda her paskın nersinden açta bulmaydı degeni çok bulmaydı. Eğer açta okup kalsa şu yengil nicasetlik üze bir kiyimniki tötten biriga yetip kalgan bolsa uçan üze su yok joy desek bununla namaz okusak çok buluverdi. Onu men o tosmaydı. Ama tötten biriga yetip kalsa onu jumsa kattiço durusço bulmaydı. Onunla namaz okuşukço bulmaydı endi. Endi namaz okuş meselesindeki üzere biz endi yelaki tayammum kalemiz hem de eğer ne bulmayı tatıp kalsa yani o başka nasıl olur hem de. Hem de nicaseti galizi nimo kandak nesine en iğir nicaset deyimiz. Kandak hayvanınki mene çıkan nesindeki üzerine yengil nicaset deyimiz desem ya demde musandip bunu tefsir edip atıdı. Mene pakizliğimiz katli bulmaydıgan aşağıda bir nersi varken bu insanlıki bedeninden çıkır iken. Bu insanlığın bedeni çıkırgan onu pakizliğimize katli bulmaydıgan nersi ki hemmisi nime o şunu da hemmi nersi insanın aldığından kayneden çıkan nersin hemmisi onu pakizliğimize katli bulmaydı. Mene muşu nersindeki hemmisi onu nime o necaset haliz oldu. Ama insanlıki aldı akıdı çıkan gende süydük. Bana hemmesi nime o nicaseti galizi oldu. Tamam nicaset galizi olan buldu. Anda o andayken bu süydük ya ki gendiniki üze bu kim gibi şekke eğer gende tigip kalsa ana yukarıda duduk. Onunki eğirliği bir dirhemden ziyade olsa bulmaydı. Ama süydük deyip kaptı süydük bir dirhemniki meydanı ağda yolup gitipti. Ya onu diyecek, onu da namaz okusak nem koluda uçağı tosudu. O namaz okuşukçu bulmaydı. Şunu da kendi, yine nicazet galize, mesela tezek. Mene hayvallarınki tezgilimi o nicazete galize oludu. Mesela şu yolvaz, deyli, büyüre, digeledek, iyik, digeledek muşulniki tezekleri var. Onun başka aksa, onun başka mayak, onun başka mesela töge deyli, yaki nime deyli. Uçanıki üzerinde bu mayakniki hemisi tezek, muşu gende, muşniki bulma o nime o nicazet galize oludu. Şunu da şaşkanlıki süydigi. Hem şaşkanlık süydü. Çünkü bu bizim öyle oldu da öyle yaşargan nasıl olgandıkken eğer şaşkanlık süydüğün okup kalsak kimki yaşında bu necaz hadisi olgandıkken uçağınızda bir dirhem miktarından aş ziyadarak kimki sip koygan bolsa onu namaz okusak bulmaydı. Okup kalsak kaydın iade kılmışsak çok bulmaydı. Şunu da küçük oğlu vala ve küçük kız valanınki süydüğümü neme o necazet hadisi. Meyli o küçük kız vala yemek yigidek olsun, men yemek yemegidek onu da küçük olsun. Yani yemek yeydiğin alet kipti o küçük valanın üzeri. Yani bebekken ya 2 aylık 3 aylık ya ki onu da küçük olsun. Benim muşu ballağınınki aldı ağadan çıkan aş süydük hemen neresi onima nicaseti garize. Yani küçük valanınki üzeri. Mesela apisi mesela kötüye vaxtın üzerinde hazırlığı hem de hemmeden yani aldığa binası kılıp hem satılığına olup gitti. Bunun devrinde onda yoktu. Aşağı tesadüfen aşağıda kiyimleri siyip takıp koygan bolsa şu
tug'ilib ya 5 kundan keyin tug'ilgandan keyin bir narsa yegichlik orliqda yoki yeb bo'lgandan keyin ashta sip bo'lgan bo'lsa, taraq bo'lgan bo'lsa, o'shaning o'zida uni yumsaqchi bo'lmaydi. U nijosati nima, u g'adizchi bo'ladi. Endi yana birisi anadikan eng talash tortish bo'lgan bir masalalarniki biri. Endi bu yerda kichik qiz bola va kichik o'g'il bolaniki degani bizniki Hanifiy mazhabga o'xshash deb qaraymiz, ammo Shofiy mazhabdagi o'zida buni ayiradi. Şu bu gapni deb qo'ygan uchun shu. Endi insonniki vujudi chiqqan mani u paskina. Bu ash suydik bilan ash nima o'xshash, gendiga o'xshash narsa. Mana narsiki vojib bo'ladi buniki yulini yugish. Agar ash mani chiqqan bo'lsa, mayli er bo'lsin, ayolniki her ikkilisi chiqqan nijosat yo'lib qolgan bo'lsa, kemik tegib yo'lib qolgan bo'lsa, uni yumsa qattiqcho bo'lmaydi. Bu aşo nima o'xshash, suydik bilan gendiga o'xshash, bu haram. Uni har gün qo'limizni tutishga bo'lmaydi yo'l holatda. Agar tutib nima qolsa, uni qattiq yumsaqchi bo'lmaydi. Endi bir so'zdan bu suy, bu manininki quruqib qolgan bo'lsa, masalan, mani ya kiyimimizda ya bedenimizda mushundaq burun chiqqandan keyin juyli deb bo'g'icha qanday qo'l ya issiq balvoq, ya issiq rayon yoki u yer uxlab qolibdi, u bir 2-3 soatdan keyin qurib ketibdi. Qurib ketgan bo'lsa, o'chaqniki o'zida u ya'niki o'zini qurib ketgan mening o'zi shundoq uyg'ilib olsak, uyg'lab chiqarib olsak, o'chaqning o'zida bu nima, u pokiz. O'chaqning o'zida buni namoz o'qiyversak cho'p bo'ladi. Ammo diniy tarafdan shu. Ammo buni urf odatda konumuz ko'tarmagan shu suvayaning o'zi zot juymiz. Ama bu su yo'q yani giyipida hamdi. Su yo'q yani ki o'zida ashundoq bo'lgan bo'lsa, o'shaning o'zida shu qurugan bo'lsa, su yo'q yani ki o'zida qurib ketibdi bedenimizda yoki kiyimda, o'shaning o'zida buni uglab chiqarib etiblar, izini yo'qotib etiblar. Shu namoz o'qisak, uni suv bilan bo'lmasi uchun bo'laverdi. Ammo suv bilan suva yani ki o'zida, o'shaning o'zida qilib qolsak, o'shani juyishimiz nima o afzal. Yani bu yerda durust buluş bulmazıq mesela. Ama bunu apırıp taz yumsak bulmayı desek o suvayanın üzü juyimiz zaten onu çok kımısak çok bulmayı demedi. Endi yuqurda nijasetniki muşundak iki türlü bölündüğanlığı bunu nem kıldık, onu bildik. O mene nem kandak hayvanniki, kandak nesniki nijaset hafife yani yengil nijaset hem iğir nijaset diğerliğini benim kıldık onu bildik. Bilgendeki kim emdi deydi o ütke yani ütke degeni ütke okşaş kattık bir cisim var. Mene kanda kuptu bir cisim var. Bir paskın neyse şu ütke yıkıptı. Mesela nime okşaş tezek okşaş deydi. Kendi okşaş. Mene muşunda bir neyse ütke yıkkan bolsa nait çıkılıdığan de. Bulup bu çarvuçi, dixançı, rayonlarda dixançılık kılıngan hem bağvançılık kılıngan rayonlarning o'zida şu hayvanatlar ulaqlarını işletken vaqtning o'zida nayt uçraydi. Hozir hamda elektrleşip hozir hamma yer mashinalashib ketdi. Uni nayt az ishlatadi. Mana mushundaq jism bor bir nijosatniki o'zi, o'chaning o'zida ashundoq nima qilibdi? Bir ütikka mana yuqibdi. Yuqqandan keyin u quribdi. Qurgandan keyin u qanday qilibdi? O kurgandakin apır mengib жүрүп ütükte anadaki topu sürkep zemin kaçtak sürken bolsak uçağın üzerine onu yumsakma a çıketkendeki pakiz topununki a yelaki cisim ba yani nesini çıkarıvatkandakin tezahni uçağın üzerine ba iki yerdeki topu pakiz olgandakin onu sürkep çıkargandakin onu olan bille onu sanmay namaz okusak o ütügümüzün çok buluyordu. Ne buludu? Uçağın şer'i tarafta nime o durus. Hem de yol nicaset binası varken mesela yol nicaset yani o yolken o nicasetin paskın nesneki üzeri şunu da cismi yok nicat paskın nesnesi varken mesela harak okşaş harakın cismi yok benim harak okşaş süydük okşaş benim muşundak cismi yok benim muşundak bir paskın nesnesi varken ya yol nicaset varken ki men bunun da aş ütüktek, aşındak bir nersi tegip kalsa, zaten yumuşak beden tegip kalsa, aşın kim keçek tegip kalsa, onu yumuşak olmaydı. Men muşunda bir nersi aşındak yukup kalgan bolsa, onun da yuştum başka iş kat edursemez. O yılki cisim ba,
Mene şu narsa ile qattiq narsaga tegib, o'chani qurib, uni zimminga tegib u yo'qolib ketsa, o'chani o'zi yumshoq bo'ldi degan bilan, ammo mau nima yo'l. Şuda bu yo'l. Endi birisi nima? Jismi yo'q. Mesela suydik, şu aroqqa o'xshagan narsa u jismi yo'q. Jismi yo'q bo'lgandan keyin o'chani o'zida buni qattiq yumshoq, uni shu onimi, ya'ni surkab pokiz qilsak bo'lgandek, ma'lum pokiz qildi degilmaydi. Uni jazman suvda yumshoqcha, pokizcha bo'lmaydi. Endi bir narsa var. Mesela adamniki yanında turduğan, mesela kılıç. İşte endi birisi nima? Aynak. Muşu aynaklarga şu meyli o narsaniki o'zi nim bo'pti? Şu jism bor, paskin narsa yoki jismi yo'q, ashundaq paskin narsaniki o'zi mana u qilishi bilan aynakni nima qilibdi? Yuqibdi. Yuqqan bo'lsa biz uni silab qo'ysaqlar, uni qo'limiz olamdi, ya latida olamdi, ya qog'oz olamdi, silab chiqarib olsak, u chaniki o'zida bu pokizchi bo'ladi. Buni ular andiki qo'lim yanchug'imizda turib ketdi. Mesela yançığımızda aynakçı turuptu. Ya ki kırış boynumuz eslipti mesela burunku devrinin üzerinde. Yani eski kadar namaz okuduğu işim için buludu. Benim muşunda kıp kalsak uçağımızın namazı çok buluyordu. Yani bu çünkü o aynak bu yılki kırışın üzeri maddi neyse o kalın neyse oğandaki hiç kadar oğandaki üzerinde ne mükemmeldi o hiç kadar oğandaki üzerinde paskı neyse sındırıp getirmeyi içi tatamaydı. Tatmagandaki uçağın üzerinde şunda kıla kovassak o nima o pokizchi bo'ladi. Endi bir gap. Ziminga bir paskin narsa yetibdi. Ya'ni bir ziminga mesela paskin narsaki ishahniki suydiga ya kaliniki ya odamniki suydik gendan qarsak mushundaq nima qilibdi? Yetibdi. Bir yerchi borkan. Shuni buniki zamonlarning o'tishi bilan bu paskin narsaki oyat izdirchi yo'qolib ketibdi. Yani o yer kendi mi kalmaptı, suydik mi çok kalmaptı. Ama mı yok, nemede okuyamaz. Aş okusak uçan üzüde, kandak oludu. Aşınınki üzüde namaz okusak çok bolu da aşın üstüde de. Cenimaz biner samay, aşın üstüde namaz okusak çok bolu da. Ama cenimaz salsak, hazır devrimimizi parkızı. Nahit yakşı. Ama teyyamı kılıçkı bulmaydı. Yani aşağıda paskin neyse, qıptikan, mayat eğil varken deydi, yani bakın deydi, zamanın ütüşüden, adamın kendileri aşağıda bakın, qarab baksak, 10 yıl, bir yılın aldıda, cık bir kendili vatı qarab baksak hazır yok. Onunki azraq, uya bir yerler kep-kepti. Qağa vaxtın özü de aşağı namaz okumuz kip qalsa, aşağı namaz okusak bulur, yani başka bir yer yokken. Anladıkken, bu yerde tamam kılışı, bu yerde teyyamım kılışı bulmaydı mağa topuda. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de, yani ki, peteyyamım sayiden tayyiben, degan nima var? Hadis var. Sayyiden tayyiben degan sizlar pokiz topa dedi. Uni pokiz degan olmaydi da tabiiy, tayyib degan olmaydi. Shuning uchun u yerda uni bilan tayammum qilib namoz o'qishga bo'lmaydi. Ammo uni da ustida namoz o'qisak, joy namoz sanmay, agar boshqa gap bo'lmasa, u nima u durust deydi endi. Endi bu yerda bir mazmun nima qildi? Tugadi. Endi yana bir mazmunga keldik. Endi güç yiyildiğin hayvanınki süydigi. Mesela nime? Mesela koy, kala, töge, öçke. Şunu da atınki süydigi. Belikninki kanı. Mesela belikte kan olmaydı. Hem tasadifi kan neyip kaptı, çıkıp kaptı. Şunu da işehninki ve keçininki. Bununki nimesi şoylisi. Ağzı çıkan bir taş. Şoylunki üzü. Şunun da güçü yiyilmeydiğin uçarlıklarınki nemisi mayğı. O kava kaçıgan, laçin. Digəli də, mən muş uçarlıq var, bunu güçünü yiyilmeydi o. O göçlediği hayvan. Uçarlıq. Mən muşu nəsinki mayğı, onunki nicaseti xəfifə deyimiz. Yani yengil nime o? Nicasetdeki dairsin içine nime koludu o? Kirdi. Mən yengil nicaset olsa, mən yukarıda digəndək, mən aşındaq çox boludu əmdi. Əmdi, uçarlığın içinden güçü yıldığan uçarlıq havaken. Mesela kepten, kuşkaç. Sandı nime kara cihitçik deydik. Bu müşündak hayvanlarınki mesela uçarlıklarınki mene onunki mayığı nime o pakiz. Yani pakiz diye ki yan diye demez. O neyse aşında kuşkaçların keptenin mayakları mesela bizimki dopumuzga ya kiyim keçəklərimiz ne koktu. Mesela
mayak qilib qo'yibdi. Mayak qilib qo'ygan bo'lsa, o'channiki uzida buni ashuna namoz o'qib qo'yibdi. O'qib qolgandan keyin uni ko'ribdi. Ko'rgan bo'lsa, o'channing namozi cho'p bo'laverdi. Ham shuningdek shu kiyim bilan bir safar qilibdi. Burungi davrdagidek, hozirgi hammaga suvib ketdi, nima bo'lib ketdi. Aşağı berib bu qarsak kaptaniki qushqashning mayig'i bor. Endi qarapasak u mayaqning u yerda jo'ydilsak-ku yo'q. Unda o'likin buningda namoz o'qisak-ku shu kiyim bilan qushqash bilan shu jigdichuk undan boshqa kaptaniki qushqashniki ash mayaqlar bor. Holatda o'changizda namoz o'qisak nima bo'laverdi? Durustchu bo'laverdi deydi. Lekin shu go'shi yildigan uçarlıkniki içiden, yani uçarlık deydi, uçarlığın içi kirmesi mi lekin tuğha öydü bekilgan gaz var. Tuğhının ve öydü bekilgan gazınınki bununki mayakları o nicazeti galize. Bu nicazet galizinin içi kirdi. Anda o andikin tuğhınınki mayağı, şunu da gazınınki öydü bekilgan gazınınki mayağı bir adamniki kiyim keçakka tegib ketsa, mana yuqorida degandek bir dirhamdan ziyod bo'lib qolgan bo'lsa, mana o'chaning o'zida bunda kiyim bilan namoz o'qisak-chu qat'iy bo'lmaydi. Durustchu emas. Agar o'qib qolsa qanday bo'ladi? Darhol namozni qayta o'qimasak, a kiyimni sevetib, u boshqa bir kiyimni kiyib, u qat'iy-chu bo'lmaydi deydi. Bo'libmi bizga eng muhim uchraydigan shu to'xiniki mayoqlari. Bunu bak dikkat çok kılışımız gerek. Kim uyabiyak çok kılıştan Allah'a şu dikkat çok kılışımız gerek endi. Endi hoş. Endi bir adam ki hem kimiga mesela jinniki uççuq içerek uşak aşı nima qilib yaptı suydik çeçirap ketibdi. Endi o yalaka tarat qavaqning o'zida mesela oburni hojatxona manda bir ya olsa yoki yumshoq qum ya olsa o'cha chechirmaydi. Ham insonchilikdan ba'zi vaqtning o'zida qattiq ya bo'lib qoladi munda bir. Shu vaqtning o'zida qarab baqsak, u kiyimimizga shu yalaka jinninki beshikchilik shu ushaq ishlar nima ketdi? Suydik chechirab ketibdi. U yerga qarsak, ba ama u jinninki uchida sal cho'ng'aroq bo'lib qolsa, o'chaning o'zida chechirgan ya uni jumsa olmaydi. Jinning uchiga bak kichik, ya'ni ushaq. O'chaning o'zida u yerda, bu yerda ushaq vakimida qarsak yo'l nima yo'q. Shuna kichik. O'chaning o'zida bu hech qanday nima emas, o paskinchoq qilmaydi. Uni yusaqdek yaxshi, ammo diniy tarafdan uni jumay turib namoz o'qisaqmi-chu, namoz bo'laverdi. Ammo urf odatda zodi paskin bo'lgandan keyin u buraydi deydi, nima qil deydi, uni qilyapmiz. Ammo diniy tarafdan opirib, men mana shunday ushaq jingnidak bir narsa mushta bo'lib ketdi. Anadagi bu namoz o'qimayman, bunida andak namoz o'qimasam bo'ladi deb qarab tursak-chu, u bo'lmaydi deydi. Unda o'g'andan keyin mana bu bizniki bu darsimizda nijoset paskin narsa dinimizda qancha xil. Mana qandaq hayvonning, qandaq uçarlıqlarniki nijosati qaysi turga kirdi? Nijoset g'aliz va nijoset xafifidan iborat bo'lgan narsaniki o'zi bir kiyimga chechirab, bir kiyim juqsa qanchalik bo'lgan vaqtning o'zida men eshib ketgan vaqtimizda namoz o'qisak bo'lmaydi. Qanchalik vaqtda ozib qolsa namoz o'qisak-chu bo'ladi. Biz buni nima qildik? O'qidik. Unda o'g'andan keyin namoz o'qigan odamniki kiyim-kechaklari, bedenleri nima qilish kerak? Pokchi bo'lish kerak. Agar tasodifiy safar qilib qoldik, mana yursak, nayt yaxshi, uni nimiz yo'q. Ammo suv yo'q deganiki, uzilgan joiz degan gap, shu suv yo'q, uni amal yo'q. Unda qilganki, mush vaqtimizda mushta bo'lib qolsa, kiyim-kechaklar namoz o'qisak-chu bo'laverdi. Bo'lmaydi degan gap-chu, yo'q diniy tarafimizda, ya'ni shar'iy tarafda degan gap. Unda o'g'ankin Alloh taolo hammamizni shu o'qigan, shu darsimiz bo'yicha amal qilgan, mana buni rasmiy to'g'ri tushunib, shu bo'yicha amal qilgan, mana shunday kishilarni qilsin. Hammamizni Alloh taolo hidoyatning ustida mustahkam qilsin. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.